Bitta qizli oilaga kuyov bo'lsang nimalar bo'ladi? Qizim. Kuyov. Yolg'iz kuyov bo'lishni bir qancha plyus tomonlari bor. Eng zo'r tomoni seni kuyov emas, o'z o'g'illaridek ko'rishadi. Keling kuyov, ko'rpachaga o'tiring. Yo, stulga o'tiradi. Ko'rpachaga o'tiradi. Stulga o'tiradi. Borsang o'tkazgani joy topa olishmaydi. Yaxshimisizlar? Qanday bo'lsang shundayligingcha qabul qilishadi. Solishtiraman deyishsa, bojalaring ham yo'q. Kuyovimiz boshqachada baribir. Nimasini aytasiz? Xohlasang senga uy-joy, umuman hamma narsalarni berishadi. Faqat ichki kuyov bo'lishing kerak. Yolg'iz kuyov bo'lishning minus tomonlari esa Etga narsamni olib keldingizmi? Voy, esimdan chiqib qoldi. Ertaga olib kelib beraman. Nimaga olib kelmaysiz? Olib keling. xotining bitta qiz bo'lgani uchunmi? Xarakteri shunaqaroq bo'ladi. Eng ko'p eshitadigan gaping, O'g'lim bilasiz-ku, bitta qizim. Ehtiyot qiling, xo'p? Albatta. Bo'ling, Sardor aka, tezlashing, mashinani yurg'izing, bo'la qoling. Ha, tinchlikmi, qatga? Bobomnikiga dada. Sog'inib qolishibdi-da. shunaqa tez-tez chaqirib olishadi. O'z o'g'illarday ko'rgandan keyin, tabiiyki bunaqa tomonlarga ham chidashing kerak. Beparasat xotin shu sovuqda kuyovga tashqarida yer ag'dartiryapsanmi? Uyalmaysan, uyat bo'ladi. Yuring kuyov, sovuqda turmang. Ichkarida issiqda idish tovoq yuvasiz. Qutlug' bo'lsin kuyov bola, qutlug' bo'lsin.